538 hadis. Kâle Resulullah. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytdi. İstatiru fi salatikum ve fi rivayetin la yestatir ahadakum fi salatihi velev bisahmin. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytdi. Namazınızda sutra koyunuz. Namazınızda sutra koyunuz. Hem ikinci rivayette haber edilir. Sizning agar la yastatiru ahadum, sizning har birigiz sutra qo'ysin, o'zining namozida sutra qo'ysin, hatto o'q bilangina bo'lsa-da, hatto o'q bilangina bo'lsa-da. Sutra turunda biz sizning bilan dars yozdirdik. Ham u darsimiz nechiga atalgan? Shayton tusli bo'lma deb. Shayton tusli bo'lma deb. Shunga ko'ra bunda to'xtalib turamiz, qisqacha aytib o'tamiz. Namoz o'qiganda bizning payg'ambarimizning sunnati bo'lib turadi. Ham g'olimlarimiz aytadi buni sunna muakkada deb, ya'ni qoti o'rnashtirilgan sunnat. Masalan, ertangi namozning 2 rakat sunnati shekilli, ya'ni qoti sunnat bo'lib turadi. Ham nindi sunnat u? Namoz o'qiganda qarshingga sutra qo'yu, kirta qo'yu, ya'ni endi agrada qo'yu. Ya'ni o'zing shu kirta qarshina kelib bosib, bir stina qirina, bag'ana qirina. Hamda bu hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdi. Hatto o'q bilangina bo'lsa-da, hatto bir o'q bilan bo'lsa-da sutra qo'yib namoz o'qiysiz. Masalan, sen bosuda, bag'ana yo'q, stina yo'q. Bir toyoq kisaga bo'lsa-da qodab qo'yib, shuning qarshi namoz o'qiganda bir toyoq kisaga bo'lsa qodab qo'yib, shuning qarshisida namoz o'qish kerak. Allohu a'lam.